Assalomu alaykum hurmatli jo'shliklar, hamqishloqlar. Bugun biz Katta Masjid bog'larida syomkadamiz, ya'ni Fahriddin aka To'rayev xonadonida u kishining yaratgan bog'larini bugun chiroyli qilib syomka qilish istagida. Bog'lasa bog'lar juda ham zo'r rivojlanyapti. Xalqimizda mana shu jo'shliklarda xullas hammani bog' uzum ko'chaklari bilan ta'minlashga hozir qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Xudo xolasa oktyabr oylariga bu ko'chatlar tayyor bo'lar ekan. Bog'larimiz juda ham zo'r rivojlanyapti. Biz bundan ozgincha vaqt oldin kelganimizda bog'larimiz ancha kichkina, ancha yosh hamda nimjonroq edi. Hozir esa juda ham yashnab chiroyli bo'lib turibdi bog'larimiz. Hozirgi jarayonda esa bog'larimizga oziqaviy dorilar sepilyapti. Hamyurtlar, uzumchilik, bog'bonchilik shinavandalari mana xudo xolasa Qo'shrabot tuman Jo'sh qishlog'ida Oqmasht mahallasida yetishtirilayotgan uzumlar asosiy og'dumcha qora kishmish navlisi, yana gigant so'g'diyona navlari bor, chet el navlaridan Avatar, Lamborghini, hamma yetarli navlardan bor. Marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Oktyabr oyi oxiriga xudo nasib qilsa navdalar pishib yetiladi. Hozir immunitetini ko'taradigan oziqalardan sepilyapti. Allohga shukr, mana sizlardan baland belga urib qoldi. Ko'chatlar yetarli. Bemalol murojaat qilaveringizlar.